Ko'pchilik savol berishadi, burun ochuvchi spreylar bilan davolovchi spreylarni farqi nimada va qaysi biri xavfsiz deb savol berishadi. Aslida hammasi xavfsiz, ya'ni davolash maqsadida ishlab chiqarilgan bular, agar to'g'ri foydalansa. Burun ochuvchi, ya'ni qon tomir toraytiruvchi spreylar ko'proq o'tkir holatlarda ishlatiladi. Ya'ni shamollash, ya'ni ko'cha tilida shamollash, gripp desa tushuniladi. Shunaqa holatlarda burun ochuvchilar ishlatiladi. Ya'ni sepdi, qon tomir toraydi, burun yo'li ochildi, bo'shliqlarga havo kiryapti. Havo kirgan joyda tuzalish tezlashadi, o'sha maqsadda ishlatiladi. Ikkinchisi bu GKS spreylari, bizning tilda GKS deyiladi, ya'ni gormonal spreylar. Bu spreylar ko'proq surunkali holatlarda ishlatiladi, allergik fonlarda ishlatiladi. Uni ta'sir qilishi shilliq qavatda shish qaytaradi, tinchlantiradi. Farqi shunda. Lekin har bitta spreyni ishlatishdan oldin shifokor nazoratidan o'tish kerak bo'ladi. To'g'ri diagnoz qo'ydirib olib, qaysi sprey tushishini aniqlab olish kerak bo'ladi. Ba'zi holatlarda aslida kasallik yo'q. Burun bo'shlig'ida qanaqadir nafas yo'lini to'suvchi omillar, ya'ni travmalar hisobida burun to'siq qiyshayadi, boshqa bo'ladi. Xullas shu omillarning hisobiga nafas ololmayotgan bo'ladi. Bu holatda spreyda sevib yurganda natija bo'lmaydi, foydasi yo'q. Bu holatda faqat jarrohlik yo'li bilan o'sha sababi bartaraf qilinsa, spreyga umuman muhtojlik qolmaydi. Har doim aytiladi, o'shaning uchun nazoratda bo'lish kerak, shifokor ko'rigidan o'tish kerak, konkretni ishni qilish kerak, spreydan qutulish kerak. Bu videoni sprey zararli deydigan, ko'nikib qolasan deydigan tanishlarga jo'natib qo'ying.